Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Biz Qo'qon-Stenka bozoridamiz. Bu bozor dushanbadan tashqari har kuni ertalabdan asrgacha hozirda bo'lyapti, ro'za Ramazon oyida. Bularimiz qanchada? 60 ming. Xabami? 60 ming so'mdan xaba. Uzunligi birdan uzunroqmi? 1 metrdan. 1.15 ekan. Bu rasvetkalarim pastida. Ha? Rasvetkalari bular. Ko'ringlarchi. Bunisi ham 60 mingdan. Bu tepa pastmi? Hammasi tepa pastmi hozir? Ko'ylak lozimda. 60 ming so'mdan ko'ylak lozimlarimiz. Bunimiz qancha edi? Miramirmi? Ha, bular 50 dan. 50 ming. Miramira? Razmer qana bular hozir bular? Mana uni 54 56. Ular ham shunaqa. 54 56 54 56 ekan. Do'stlar 50 ming so'mdan. Bu rasvetkalarimi endi? Mana ko'rishlaring uchun. Har bittasidan 7 xil 8 xil rasvetkalar bor. Xaba ko'ylaklarimiz va miramirlar bor. Nomerlarni qo'yib ketamiz. Pashka olmoqchi bo'lsalaring telefon qilaverasizlar do'stlar. Nomeringiz nechi edi? 94 582 85 22 do'stlar, shu nomerga telefon qilaverasizlar. Bemalol 12 viloyatga dastlabki xizmatlar bor. Faqat pachkada kamida 5 ta bo'lsa chiqarib berishaveradi do'stlar. Rasvetkalarni ko'raverasizlar. Kimga yig'ib berish xizmati kerak bo'lsa, o'sha Telegram gruppamizda silkasini qo'yib ketamiz kommentariyaga o'tsalaring. Har bitta narsadan bir pachka qilib yig'ib 12 viloyatga dastlabki qilib beramiz do'stlar. 100 gacha dastlabkamiz yetib boradi. Choy ichgan holatda dastlabkani beraverasizlar, yana xuddi o'sha holatda 100 ga yetkazib berishadi do'stlar.